Haqiqiy erkaklarning traktori bo'lgan FM World 1604 Y traktorimizni obzorini boshladik akalar. Birinchi o'rinda motorimizga e'tiborni qaratasizlar, ya'ni apparatura bilan jihozlangan. Ko'pchilik injektor xush ko'rmaydi, bilmadim nega, lekin injektor ham yaxshi. Ko'pchilik tanloviga binoan FM World traktorimiz apparaturada kelgan. Balonlarni ko'rishlar mumkin, ancha shiroki, ya'ni yer haydashga juda qo'l keladi. Traktorimizni tashqi ko'rinishini ko'rishlar mumkin akalar. Endi keyingi qismi esa korobkasini salon qismida tushuntirib o'tib ketaman akalar. Pritsepnoy qismiga ko'rishlar mumkin. E'tibor qaratishlarini so'raymiz aka, qaranglar. Misol uchun vomlari 540 ming оборот. Balonlarni ko'rishlar mumkin, ancha shiroki. Qaranglar, bitta qarichlab ko'raylik. 20 mana shu qarichim. 20 bo'lsa 40 50 deylik. 50 sm balonlar yarim metr ekanda, mana shuncha почти. Yer haydashda ancha qo'l keladi akalar. Keyingi qismi bu traktorimizni mexanika korobka bilan jihozlangan. Korobkasi ancha mustahkam. Asosiysi bu traktorimizda akalar 1 yil garantiyasi va 2000 motochas soatigacha servis xizmatlarimiz mavjud. O'zi servisga iloji boricha ishinglar tushmasin, lekin ishinglar tushgan taqdirda ham biz xudo xohlasa ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kabinasini ko'rishingiz mumkin akalar. Korobka qismimiz 4 tali mexanik korobka bilan jihozlangan. 1 2 3 4. Panishini pavishinisi bu yoqda reversiya ham bor ekan akalar mana. Bu yerda ham 4 ta pog'ona, ya'ni tezroq yo'lda yurish uchun va dalada yurish uchun. Endi joyda qilib tushuntiryapman. Panishini pavishinisi bor. Qolgan qismlarni ko'rishingiz mumkin. Rushnoy qismi vom оборот bu yoqdan qo'shib ajratilgan ekan. Ko'pchilik so'ragan, kichkina sidina, kichkina bo'lsa ham zato bor akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, narxini oxirida aytib ketaman, qanaqa olishingiz mumkin. Asosiy lizingga 15% bilan chiqarib beryapmiz. Magnitofon, konditsionerlari bor, migalkalarniki. Chiroqlari bor ekan, led chiroqlar, ventilyator bilan jihozlangan ekan. Bu orqa pritsepnoy ekan akalar, menimcha orqa pritsepnoy ekan, shunaqa. Tablo qismiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Zamok yoqib ko'rsaman. Odamga yoqimli rangda, ya'ni ko'k rangda jihozlangan, ledlari ko'k. Soatlar 5,5 soat ishlagan. Akkumulyator ekan. Temperatura ekan. Bu gaz оборудование. Salarka datchik bu yoqda, moy davleniyasi bu yoqda ko'rsatilgan akalar. Kamera bilan jihozlangan. Kameralari ham bor ekan akalar. Eshik qismiga keladigan bo'lsak, splashnoy oyna bilan jihozlangan. Eshigi polniy ramkasiz. Oynalari mana sidinasi grammar sidina, ya'ni klasslarda ham shunaqa sidina turadi, xuddi o'shanga o'xshagan. Yonida setkalari. Disiplinasiga keladigan bo'lsak, o'rtacha yumshoq emas, qattiq emas, lekin yaxshi. Tormoz qismlari havo degan tormozlar akalar. Tablosini ochib qo'yamiz. Bu yerda fanar upravleniyasi, ya'ni pоворотчиклari, signal, chiroqlariki, konditsioner aytib o'tdim akalar. Deflektorlari yaxshi jihozlangan 6 deflektor bilan. Bismillah, yana peredok qismini ham ko'rsatib o'taman, oldingi peredok qismini. Keyin narxi bilan lizing olish shartlarini tushuntirib o'tardim. Mana oldi peredok qismini ko'rishingiz mumkin akalar. Asosiysi 160 ot kuchi, 4 korpus pluglarimiz, ya'ni 4 korpus akpil pluglarini, KM80lari bemalol ishlata oladi, katta atvallilarni, Lemkin pluglarini ishlata oladi. Qiynalmaydi, servis xizmatimiz mavjud, garantiyamiz bor akalar. Zapchasidan umuman muammo yo'q. Avvalambor bizga ishlar tushmasin, zapchas borasida shu texnika sizlarni qaritguncha ishlatsin. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, 575 million yana ham kelishtirib qilib beramiz. 580 million, 590 million sotilib turadi akalar o'zi. 575 million yana ham kelishtirib qilib beramiz akalar.
Boshlang'ich to'lov 10% bilan ham, 15% bilan ham, 20, 25, 30% bilan ham chiqarib beramiz. Agar boshlang'ich 60% to'lasanglar, qolganini foizsiz ham qilib beramiz akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Ekranda ko'rsatilgan nomerga telefon qilsanglar, Xudo xohlasa, eshiklarni tagigacha olib borib, dastavkalari bilan qilib beramiz akalar. Servis xizmatlarimiz bor. O'rtoqlarga videoni tashab qo'yasizlar. Bu videomiz YouTube uchun olindi akalar. Layklarni bosib, kommentariyada fikrlarni yozib ketasizlar. Ishlatayotgan bolalarga videoni jo'natib qo'ysanglar, o'zi traktor qanaqaligini aytib beradi akalar. FM World 1604 traktori. Oldi balolari ham ancha chiroy ekan. Gabaritini ko'rishingiz mumkin. Uzoqroqda sal videoni ko'rsangiz. Bitta tonirovka urib qo'ysalar akalar, cho'tki traktor bo'ladi, xudo xolasa. Bundan tashqari bizda Zumlyonning avtomat korobkalari ham bor, 2004 akalar. Bundan ham kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi.